Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jizzax Somsa markazi Toshkentdamiz. Agar biz obunachilarimiz bo'lsa, pul mukofoti bilan somsalarimizni tarqatib ketamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Aka, moshinangiz chiroyli ekan, mashqilasiz. Mashqilasiz aka. Shu yuramiz bu yoqda. Aka, ko'rganimdan xursandman. Ismingiz? Sherzod. Sherzod aka. Jizzax Somsa markaziga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga mana somsa bilan pul mukofotimiz bor. Obuna bo'lganman. Bitta ko'rsatasizlar, ko'ramiz. Bizni profilni bosamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Akamiz podpiska bo'lgan ekanlar. Aka, men Jizzax Somsa markazidan sizga somsa. Mana bu 100 ming so'm pul bizga obuna bo'lganingiz uchun rahmat aka. Jizzax Somsa markazini kuzatib boring. Yurtdoshlarimiz o'yinlarimiz davom etyapti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Aka, nima ish qilasiz? Biz Jizzaxdanmiz. Jizzax somsalar haqida eshitganmiz. Biz Jizzax Somsa markazi sizga obuna bo'lganmiz. Assalomu alaykum. Akalarim yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Obuna bo'lgansiz. Jizzax Somsa markaziga agar obuna bo'lgan bo'lsa, sizga pul mukofotimiz, somsalarimiz bor. Taqdirda beramiz. Bitta ko'rsatasiz. Agar akamiz obuna bo'lgan bo'lsa, pul mukofoti bilan somsalarimizni olib kuzatamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Akamiz obuna bo'lganlar. Mana Jizzax Somsa markazining somsalari. Rahmat sizga. Bizni kuzatib boring, like, komment, esdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Toshkentlik yurtdoshlarimizga nima tavsiya beramiz? O'yinlarga ishtirok etinglar. Rahmat, boringizga shukr, sog' bo'ling. Jizzax Somsa markazi Toshkentda biz Toshkentga yangilik qilamiz.